Ye, Xolmat, yaxshimisan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. 3-ga o'g'limni o'ylantiraman, to'y. Esdan chiqmasin, mana buni sanga. Bo'ldi, esdan chiqmaydi, yozib qo'ydik. Xolmat. Laba. Yaxshimisan? Mana buni sanga oldim jara, ichasizlar. Rahmat. 2 kundan keyin to'y, eshikdan chiqmasin, ha? Yo'q. Sanga ishondim. Bo'ldi, eshmataga biron marta parod qilgan odamga o'xshaymanmi? Mana yozib qo'yib jiyan, yozgansan. Bo'ldi, ketdik, buni ichaylik qani. Xolmat, yaxshimisan? Ye. Ertaga to'y, mana bu ish haqqing. Ha. Eshikdan chiqmaydi, ha? Yo'q, eshimdan chiqmaydi. Juda nozik mehmonlar bor-da, uyoltirib qo'ymaysan. Yo'q, chiroyli qilib olib beramiz, ha? Cho'p qilib olib beramiz. Ye, hofizlar, yaxshimisizlar? To'y qachon boshlanadi? To'y 2 soatdan keyin boshlanadi. Ha, 2 soatdan keyin boshlanadi katta. Yo'q. Endi men mas'uliyatli ishgaman, akalar. To'g'ri tushuninglar, sizlar o'zlaringiz baqasiz. Bittagina. Mana. Ichma, o'lib qolasan. Yo'q, bitta ichaman, ko'p yo'q. To'y hali boshlanmabdimi deyman. Odamlar qayerga yo'qoldi, ha? Voy, to'yni boshlaysizlarmi o'zi? Aka sizga to'y qoldimi? Tugadimi to'y? Ha, tugadi. Odamlar qayerga ketdi? Uyiga ketdi. Hamma uyga ketgan bo'lsa, men ham ketdim.